Salom do'stlar. Ushbu videoda biz Fpro va RoboForex, ya'ni ikkita mashhur forex brokerini solishtiramiz. Bugun biz barcha muhim jihatlarni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Regulyatsiyadan tortib, savdo shartlari va mijozlarni qo'llab-quvvatlashgacha hammasini tahlil qilamiz. Keling, boshlaymiz. Demak, birinchi masala regulyatsiya va huquqiy xavfsizlik. Keling, Fpro brokerdan boshlaylik. Shunday qilib, Buyuk Britaniya FT tomonidan tartibga solinadi. Bu dunyodagi eng qat'iy tartibga soluvchilardan biri. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi, KSET va boshqa yurisdiksiyalarda ham tartibga solinadi. Mijozlarning mablaglari alohida banklarda saqlanadi. Bu esa xavfsizlikni oshiradi. RoboForex tartibga solish asosan offshore hududlarda, shuningdek, xalqaro tuzilmalar orqali amalga oshiriladi. Bu qonuniy va keng tarqalgan, ammo nazorat darajasi FT'nikidan ancha past. Oxir-oqibat, Fpro ishonchlilik va huquqiy himoya nuqtai nazaridan g'alaba qozonadi. Lekin shuni ham aytaylikki, prinsipial jihatdan RoboForex brokeri ham himoya nuqtai nazaridan ancha xavfsiz va men ushbu broker bilan 5 yildan beri savdo qilaman. Shuning uchun sizga ochiqchasiga ayta olamanki, siz ushbu brokerdan mablag'laringiz uchun qo'rqmasdan foydalanishingiz mumkin. Keyingisi. Ikkinchi nuqta: savdo shartlari, spreadlar, komissiyalar va bajarilish. Broker Fpro. Spreadlar odatda juda past, ayniqsa etin hisoblarida. Komissiyalar mavjud, ammo ular ancha shaffof va oldindan aytib bo'ladigan. Buyurtmani tez bajarish va past sirpanish skalperlar uchun ayniqsa muhimdir. RoboForex turli xil hisob turlarini taklif etadi. Menga RoboForex yoqadi, chunki u yangi boshlanuvchilar uchun foizdan boshlab keng turdagi hisoblarni taklif qiladi. Keyingi o'rinda ProStandart, klassik forex hisob qaydnomasi, shuningdek, professionallar uchun etin va prime hisob qaydnomasi turadi. Ba'zi hisoblarda spreadlar biroz yuqoriroq, ammo bu yanada moslashuvchan turlar uchun. Buyurtmani bajarish yaxshi, ammo likvidlik past soatlarda spreadlar kengayishi mumkin. Uchinchi nuqta: bu platformalar va savdo terminallari. Fpro MetaTrader 4, MetaTrader 5 traderni qo'llab-quvvatlaydi. Xususiyatlari: Trader bu professionallar uchun qulay interfeysga ega juda tezkor terminal. MetaTrader 5, MetaTrader 4 bu millionlab traderlar tomonidan qo'llaniladigan klassikalar. RoboForex brokerida shuningdek MetaTrader 4, MetaTrader 5 va Trader mavjud. Bu ularning oz brokerlik bulut platformasi va mobil va web versiyasi ham mavjud. Trader aksiyalar, ETFlar, kripto va boshqa aktivlar kabi aktivlar bilan savdo qilish uchun juda qulay. Hammasi bitta interfeysda. 4-nuqta: savdo vositalari. Fpro forex asosiy vositalardir. Shuningdek, indekslar, neft, metallar va ba'zi kripto tutlari bo'yicha tutlar mavjud. RoboForex brokeri. Forex ham oddiy, indekslar va metallar, kriptovalyutalar, aksiyalar va ETFlar bo'yicha tutlar Trader orqali, ya'ni Trader ilovasi orqali amalga oshiriladi. Darhaqiqat, RoboForex turli investorlar uchun ko'proq tanlov taklif qiladi. Shuning uchun bu ro'yxatda ular aytganidek RoboForex g'alaba qozonadi. Keyin bizda hisob turlari va kirish bosqichlari mavjud. Fpro etin hisobi, standart hisob va boshqa bir nechta turlari. Minimal depozit odatda RoboForexdagi qaraganda yuqoriroq. Professional traderlar uchun etin ko'pincha foydaliroq. Bu shuni anglatadiki, etin hisobi uzoq vaqtdan beri savdo qilib kelayotganlar uchun yaxshiroq variant hisoblanadi. RoboForex brokeri juda past kirish chegarasiga ega va hatto foizli hisoblarni ham taklif qiladi. Siz minimal miqdordan boshlashingiz mumkin va shunga mos ravishda juda ko'p turli xil kredit kaldralari mavjud. Shuning uchun, agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, agar siz forex bilan endigina tanishayotgan bo'lsangiz, men RoboForexdan boshlashni tavsiya qilaman, chunki siz kichik depozit bilan kirishingiz mumkin. Keyingi navbatda ta'lim va tahlil bor. Fpro bozor shartlari, jamoaviy tahlillar va traderlar yangiliklarni taklif etadi. RoboForex shuningdek, o'z veb-saytida yangi boshlanuvchilar uchun video darsliklar, vebinarlar va o'quv materiallarini taklif etadi. Bu yerda ham men RoboForex brokeriga ovoz berardim, chunki ularda ko'proq o'quv materiallari mavjud. Bu savdo faoliyatini endigina boshlayotganlar uchun foydalidir. Shuning uchun RoboForex belgilangan. Keyingi navbatda bizda qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Men ikkita brokerni taqqoslash uchun ham ushbu fikrni qo'shdim. Fpro rus tilini ham o'z ichiga olgan bir nechta tillarda qo'llab-quvvatlash. Ular juda tez javob berishadi. Chat mavjud va elektron pochta manzili mavjud. RoboForex brokeri shuningdek rus tilidagi yordam va tezkor suhbatni taklif etadi.
Ijtimoiy tarmoqlarda fikr-mulohazalar mavjud. Shuning uchun bu ikki broker bir xil darajada. Texnik yordam yoki qo'llab-quvvatlashda hech qanday farq sezmadim. Keyingisi, mablag'larni kiritish va yechib olish. Ixtiro. Bank kartalari, shuningdek, elektron hamyonlar va pul o'tkazmalari qabul qilinadi. Shuningdek, siz kriptovalyutaga pul olishingiz mumkin. Odatda ko'rsatmalarda ko'rsatilganidek, pul yechib olish bir necha ish kunigacha davom etishi mumkin. Ammo ko'pincha hamma narsa ancha tezroq amalga oshiriladi. RoboForex shuningdek, kartalar, hamyonlar va pul o'tkazmalarini taklif etadi. Shuningdek, siz kriptovalyuta yordamida hisobingizni to'ldirishingiz va yechib olishingiz mumkin. Aytgancha, men har doim kriptovalyutadan foydalanishni tavsiya qilaman, chunki bu eng tezkor pul yechish usuli. Men ikkita brokerni pul yechib olish bo'yicha sinovdan o'tkazdim va RoboForex bu borada biroz oldinda. Shuning uchun men bu yerda bir necha daqiqada pul yechib oladigan RoboForexga ham ovoz beraman. Men ikkita brokerni shunday taqqosladim. Agar siz hali ham qaysi brokerda savdo hisobini ochishni hal qilmagan bo'lsangiz, ushbu video ostidagi tavsifga o'ting. O'zingizga mos brokerni tanlang va ro'yxatdan o'ting. Keyingi videoda ko'rishguncha, yangi uchrashuvlargacha